Grantga kirishimga bir bal yetmagan. Kontraktga o'qishga kirib, ota-onam oldida bir umrli vijdon azobida qoldim. Chunki o'zi sharoitimiz ham uncha yaxshi emasdi. Kontrakt to'lovi yetmaganiga har oylik xarajatlarimga olish men uchun juda ham uyatli edi. Hech qaysi bayramlarga qatnashmasdim, chunki bergan pullarni bir oyga yetkazishim kerak edi. Bir kun oldimdan sizga videolar chiqib qoldi. Taqinchoq esa pul topish haqidagi. Bu menga juda mos tushdi, chunki qayergadir borib ishlay olmasdim o'qishim sababli. Kursingizga qatnashishga boshida ruxsat berishmadi. Eplay olmaysan deyshti. Keyin onam o'zlari yig'ib qo'ygan puldan berdilar va shunday dedilar: "Mayli qizim, qo'lingda bitta hunar bo'lgani yaxshi, ertaga turmushga chiqsang ham baribir kerak bo'ladi", deb aytdilar. Kursingizga qatnashganimga mana 1 yil bo'ladi. Hozir o'zimni shaxsiy daromadim bor. Hozir uydagilarimdan umuman pul olmayman. Qaytangi bayramlarga, tug'ilgan kunlarga tabriklab sovg'alar olib boraman. Xursand bo'lishadi. Sizga kattakon rahmat deb bitta o'quvchim yozib yubordilar. Uyda o'tirib, oyda $300 dan $1000 gacha topishni xohlasangiz, taqinchoq hunariga sizni taklif qilaman. O'zingiz sevgan hobbini bajarish bilan birgalikda shaxsiy brendingizni yaratishni o'rganasiz. Mani ismim Farida Baxtiyorovna. Taqinchoq yasash sohasida 7 yillik tajribaga egaman va Xrustal by Farida brendining asoschisi hisoblanadi. Taqinchoq biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga yoki Telegramdan kurs so'zini yozib qoldiring yoki Xrustal dasturiga kirib darslarni ko'rishingiz mumkin.